Bugungi zakaz Uzbek Energo ta'mir kompaniyasi uchun video animatsiya tayyorlash. Narxi $200 ga. Bizning asosiy vazifamiz kompaniya o'tkazadigan выставкада 4 ta LED ekran uchun videolar tayyorlash. Videoni After Effects dasturida tayyorlaymiz. Ishni kompaniya logosini animatsiya qilishdan boshladim. Animatsiya tayyor bo'lgach, birinchi ekran uchun mijoz tashlagan 58 varaqli prezentatsiyani animatsiya qilib chiqdim. Bu ishning eng ko'p vaqtimni olgan qismi bo'ldi. Mijoz ikkinchi ekran uchun tayyor videodagi logoni clean up qilib, o'rniga boshqa logo joylashtirib berishimizni so'radilar. 3 va 4 ekranlar uchun videolarning ayrim qismlarini kesib, to'g'rilab joylashtirib chiqdim. So'nggida esa 4 ta videoni alohida qilib, mijozga tashlab berdim. Ular videolarga uncha ko'p bo'lmagan o'zgartirishlar kiritishimizni so'radilar va yakuniy natija mijozimizga juda ham yoqdi. Sizga ham выставка uchun shunday animatsiyalar kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling.